Diqqat! Manchester City klubi va O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida ajoyib manba yangiliklar ma'lum qilindi. Uning yangi maoshi qancha? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat! Husanov bir kunda bitta Malibuning pulini ishlab topmoqda. Abduqodir Husanov Manchester City bilan 2031-yilgacha mo'ljallangan yangi shartnomani imzoladi. Klub bu kelishuvni rasman tasdiqladi. Futbolchining yangi maoshi oshkor qilinmadi. Ayrim manbalarga ko'ra, Husanov yiliga 7,5 million yevro olishi mumkinligi aytilmoqda. Bu o'zbek so'miga aylantirilganda, agar Husanov yiliga 7,5 million yevro olsa, taxminan 112,5 milliard so'm deganidir. Oyiga 9 milliard 380 million so'm, haftasiga 2 milliard 160 million so'm, kuniga taxminan 307 million so'm. Qisqasini aytsak, Husanov bir kunda yangi bitta Malibu 2 ning pulini ishlamoqda. Hatto Husanovning 1 soatlik daromadi 12 million 800 ming so'mga to'g'ri kelmoqda. Boshqacha aytganda, Husanov uxlayotgan paytida ham ayrim o'zbekistonliklarning 1 yillik daromadiga teng pulni ishlamoqda. Sizningcha Abduqodir Husanov bunday maoshga munosibmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Videoga like bosishni unutmang.